Xayrli kun barchaga. Hurmatli I Love Shopping kuzatuvchilari, qizlarjonlar. Obzorlarni ham sog'ingan bo'lsanglar kerak. Orada 2 hafta tanaffus qoldi. Anchagina ishlarimni bitirib oldim. Mana endi yana boshladik obzorlarni. Shunaqangi zo'r narsalar kelgan qizlar. Dr. G meni eng sevimli brendlarimdan biri. Meni doimiy kuzatuvchilarim juda yaxshi bilishadi. Dr. G'ning kremi har safariga raspakovkada bo'ladi albatta. Qaranglar, bu shu holatda sotib olsangiz ham bo'ladi, yakka sotib olsangiz ham bo'ladi. Buning ichida 70 mg lik kremi va 30 mg kremi bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil narsa, prosta ob'yomida farqi bor xolos. Buni kimlar uchun mo'ljallangan? Hamma teri uchun mo'ljallangan. Hamma teri uchun, hattoki quruq terilar ham ishlatsa bo'ladi. Chunki tarkibida namlantiruvchi komponentlar bor. Kombitlar, aralash terilar, sezuvchan, ta'sirchan terilarga zo'r tushadi. Ayniqsa to'xtovsiz o'g'ri chiqadigan toshmali terilar uchun ham ayni muddao, chunki juda ham tinchlantiradi terini. Aziatskaya bor, Sensal aziatskaya bor. Terini tinchlantirib beradi. Antibakterial xususiyati bor qizlar. Juda ham zo'r. Shu paytgacha meni uyaltirmagan bu krem, shuning uchun bu safar mana bunaqa ko'rinishdagisini oldim. Yakka kremligidan zakaz qilardim har safar. Bunisi yoqdi menga. Yana nima kelgan? Juda ko'pchilik kutayotgan Bellamona kelgan qizlar. Juda ham cheklangan miqdorda kelgan, chunki bazada borini zakaz qildim. Bellamona birinchi chiqqan CC kremlardan juda ham sifati zo'r. Qolgan CC kremlarga qaraganda juda ham lehki yotadi, juda ham yengil CC krem. Bundan ham kelgan ovolasizlar qizlar, bemalol zakaz berib. Keyin yana tir bundan erta bahor sotgan edim qizlar, yana zakaz qildim. Bu safar 22 nomeri. Oq sariq emas, bug'doy rang emas qizlar bo'ladi-ku, o'rtacha rangli. Shunaqa qizlarga zo'r tushib beradi qizlar. Buni avval sinaganman o'zim, shunaqa zo'r yotadi. Katalinaga o'xshagan uyaltirmaydigan tonalkalardan qizlar. Bundan ham bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Laktafitlar qolmaganida, Laktafit juda ko'p sotaman qizlar. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan klientkalarim ichishadi Laktafitni. Sog'lom odam ham profilaktika uchun, bir qator lecheniya uchun ichsa bo'ladi. Shunaqangi zo'r ichaklarni tozalaydi. Undan tashqari ichaklarimizda foydali bakteriyalarni ko'paytirib beradi. Chunki tarkibida probiotik bor qizlar. Bizda qancha foydali bakteriyalar ko'paysa, shuncha ichaklarimizda obro't tezlashadi. Ya'ni yeyotgan ovqatlaringiz tezroq hazm bo'ladi. Kerakli mineral vitaminlarni olib qolishga yordam beradi. Juda ham zo'r narsa qizlar, bezarar, hech qanaqangi bir odamga reaksiya bermaydi, yoqmay qolmaydi, qabziyatlarga zo'r, ichaklarni zo'r tozalab beradi. Shundan keyin yuzingiz yana ham tiniqlashadi qizlarjonlar. Dog' bilan kurashyapsizmi, o'g'ri bilan kurashyapsizmi yoki ichaklaringda dam bo'lish ko'pmi, juda ham zo'r ishlab beradi. Buni donalab olsanglar ham bo'ladi qizlar, shtuchkalab olsanglar ham bo'ladi, lekin aksariyat odam pachkalab oladi. Xo'p, yana zakazlarimiz. Chongdam tonalkasidan qolmagan edi. Menda 3 chip sotadigan tonalkam shu. Rosa ham bunga klientlar o'rganishgan. 13 bilan 21 nomeri bor sotuvda qizlar. Yana keldi. Bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Budjetniroq tonalkangiz bormi opajon deganlarga, mana sizlarga tonalka qizlar. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Qizlar, yangilik Farmstaydan shunaqa tush kelgan. Bu 2 tomonlama shotkasi bor. Koreyskiy variant xohlaganlar uchun, ya'ni kipriklar dona-dona bo'lib turishini xohlaganlar uchun mana bunaqa ingichka shotkasidan foydalanasiz. Ob'yom berish uchun mana bunaqa qalin shotkasidan foydalanasiz. Bu ham juda ham soni cheklangan kelgan qizlar, bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Keyin waterproof podvodkalar kelgan qizlar, suvga chidamli, salga chaplanib ketmaydigan flomaster podvodkalar kelgan. Bu yangilik qizlar. Flomaster podvodka juda ko'p ishlatishadi klientkalarim menda. No sweet, no color kelgan antiperspirantlarimiz. Bu davolovchi. Buni rosa ham podarginallari ko'p qizlar. Buni har doim klientkalarimga sistema bo'yicha o'rgataman. O'sha sistema bo'yicha ishlatishadi. Bittada yog' effektini bilishadi. Shu bilan bir oyda bir marta ishlatishadigan bo'ladi. 100% garantiya qolishiga. Keyin mana bunaqa slim kollagen. Bu bitta klientkamiz zakazi, dieta qilayotganlar uchun. Ozdiruvchi kollagenlar, shakar miqdori juda ham o'ta kam nimasida, tarkibida, bemalol ichsanglar bo'ladi. Xo'p, Shayikdan rosa zakazlar ko'p edi qizlar, chunki kanalga avval yozaman men bu qizlar. Mana bunaqa nabordan o'zimga zakaz qildim. Bu yangilik chiqdi, zavodda yangilik chiqdi. Bu eng top atirlarni shunaqangi ichiga solib
nabor holatda chiqarishibdi. 15 milligrammdan bo'ladi ichida. Buni ochilgan holatini alohida obzor qilib beraman qizlar. Kimga kerak bo'lsa narxi bilan yozib qo'yaman. Kanalga bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Ayniqsa sarpaga, podarkalarga rossam shunaqangi zo'r narsaki, endi qo'yaverasiz. Eng yaxshi ko'rgan atirlaringni bittada sotib olishda, qisqa qilib aytganda. Bu Uni versiyasini sotib oldim o'zimga. Unisex, ya'ni ayollar ham, erkaklar ham foydalansa bo'ladigan atirlar to'plamidan zakaz qildim. Meni eng sevgan atirlarim ichida bo'lganligi uchun. Xo'p, bu o'zimga, kimga kerak bo'lsa, men kanalga qo'yib qo'yaman qizlar. Bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi Shake feromonlar. Feromon juda ham ko'pchilik kutgan edi. Menda bu to'xtovsiz sotiladigan feromon qizlar, juda ham yaxshi bilasizlar. 2 yildan beri faqat shu feromonni sotaman. Keldi, bundan bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Keyin Moskva 2 bu bitta klientkamiz zakaz edi. 20 ligidan zakaz qilishgan edi. Bu keldi. Feromondan qizlar nalichkada hech qancha qolmaydi. 2-3 ta qoladi xolos. Qolganini qo'yib qo'yaman kanalga. Moskva 2 dan bittasi zakaz, bittasi nalichka sotiladi qizlar, 50 milligrammni. Moskva 2 ga kasal bo'lgan klientlarim juda ko'p. Kasal bo'lishgan, hattoki hidlamasa tura olmaydigan klientlar bor. Xo'p, mana bular ham zakazlar. Chunki men katalog tashlaganman kanalga. Shu katalog bo'yicha zakaz qilingan qizlar bular hammasi. Shake'larda aksariyati zakaz qizlar, aksariyati nalichda sotiladiganlarni men qo'yib qo'yaman kanalga. Mana hammasi har xil nomerdagilar katalog bo'yicha qizlar tanlashgan, shu bo'yicha zakaz qilib berganman mana. Shake'ni bilasizlar, hech qachon uyaltirmaydigan atirlardan. Hech stoykisi zo'r, original falon pullik atir ola olmasangiz, xuddi o'sha atirda analogini olish uchun zo'r imkoniyat Shake. Men har doim aytaman, qizlar foydalaninglar bunaqa imkoniyatdan deb. 202 dan 5 tam zakaz qilgan bitta klientkam. Xullas hammasi keldi. Hammasi keldi qizlar. Telegram kanalga o'tasiz. Nima produktda kerak bo'lsa, hammasini men opisaniyalari bilan, narxlar bilan tashlab qo'yaman. Shunda ham biror nimaga tushunmasangiz, bemalol menga yozing, murojaat qiling. YouTubedan yozsangiz, Telegram silkalarni tashlab beraman.